Assalomu alaykum obunachilarim. Yaxshimisizlar? Yana bir manfaatli video qo'ymoqchiman. Balki qolganlar ham qilgan bo'lsa kerak. Men ham bugun bir ko'chaga chiqdim. Shu mineral o'g'it bering deyishuvdi. Shuni olib keldim. Buni olib keldim. Shuni kuzatib qarasam, shu o'zimiz oddiy grupa tuxumni maydalanganlari, ko'mir va hokazo. Mana shuni 20 ming so'mga oldim. Qarasam bu hech qancha emas ekan. Shuni o'zim tayyorlamoqchiman hozir. Qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini bilmadim. Bilganlar kommentga yozib qo'yasizlar. Ko'mir, pishig'ishni maydalangani, ko'l, kesak, tuxumni maydalangani. Va o'zim qora tovuq, oq tovuqlarim bor, o'shalar tuxumidan qaynatib, po'stlog'ini archib maydaladim. Ularni aralashtirib hammasini bitta qilib qo'shib olamiz. Buni ham qo'shib olamiz. Kommentga yozib yuboringlar, to'g'rimi, noto'g'rimi? Kutib qolaman izohlarni.